Blackpink va BTS collab qilishyaptimi? Bu juda shubhali. Fanlar aytishicha, Blackpink va BTS shubhali harakatlar qilishyapti. Gap shundaki, muxlislar so'nggi Blackpink konsertida qiziqarli bir detalni payqashdi. Guruh a'zolari bir xil qo'l ishorasini ko'rsata boshlashgan. Avvalgi oddiy xoreografiyaning bir qismi bo'lib ko'ringan, ammo Jennie mukofot marosimida ham takrorlagan. Shu vaqtning o'zida BTS a'zolari jonli efirda ham shunga o'xshash harakatlar kuzatildi. Bundan tashqari Rose yaqinda bergan intervyusida K-pop olami bunaqa kollaboratsiya bo'lmaganini va bu ro'y berishi haqida aytib chiqqan. Va RM o'zining istoriyasida 4 ta qiz va 7 ta yigit tasvirlangan rasm bilan bo'lishgan. Ularning o'ziga BTS a'zolarining Blackpink konsertlarida paydo bo'lishi ham muxlislarni yanada shubhasini uzaytirdi. Va buning ustiga Rose intervyuda Ship haqida gapirgan. Jisoo va Taehyun ular juda yaqin do'stdek ko'rinishadi, bu ham shubha emasmi? Lisa va J-Hope. Lisa J-Hope'dan masofa saqlamasdan, bir-biridan uyalmasdan turgani bu shubhaga kirmaydimi?